21-misol. Bizda fx funksiyani boshqacha versiyasi bor ekan. Bu f(fat) x qo'shilgan 1 bo'ladi. Shartlari bor, tatbig'i ox o'qini x teng 1 va x teng -2 larda kesib o'tadi. Qisman bir nazariya berib ketsak bo'ladi bu misolga. Masalan, Dekart koordinatalar sistemasi bo'lsa, to'g'ri burchakli Dekart deyiladi bu. Deylik, mana bu yerimiz 4. 4 bo'lsa, shuni nuqtasini ayting desa, albatta turi 0 bo'ladi-da. Mana buning nuqtasini ayting desa, deylik, shu 3 nuqta bo'lsa, 0 va 3 nuqta bo'ladi. Sezilganiday, agar ox son qiymat bo'lsa, uni oy 0. Oy son qiymat bo'lsa, uni ox 0. Ya'ni qaysi biri son qiymat bo'lsa, aytilmagan o'q 0 bo'ladi-da. Ox o'qini x teng 1, x teng -2 kesmalardan kesib o'tadi deyapti-ku. Bu degani y 0 degani. Tamam? 0 ga tenglishi kerak. Xo'p, nima deyapmiz? f(x + 1) x teng 1 va x teng -2 nuqtalarda. F x teng 1 uchun 1 ni olib borib qo'yamiz. Birinchi, qaysi nimani o'rniga? Mana bu yerga. Bu yerga olib borib qo'yamiz. Olib borib qo'ysak birda f2 teng 0 bo'ladimi? Bo'ladi. Endi -2 nuqtalarda x o'rniga -2 olib kirib qo'yamiz. F -2 ni olib kirsak -1 teng 0 bo'lyapti. Bir marta -2 ni, bir marta 1 ni olib kirib qo'ydik. Xo'p, endi qarang, ikkinchi tatbig'i oy o'qini -2 nuqtada kesib o'tadi deyapti, to'g'rimi? To'g'ri. f(fat) x qo'shilgan 1 bo'layapti. Agar oy o'qini -2 nuqtada kessa, y -2 degani. Bu degani juda oddiy. Oy ni kesyaptimi? O'sha vaziyatda y ga yo'q, x 0 bo'ladi. X 0. X ga 0 qo'yamiz, y -2 deyapti-da. f(fat) 0 qo'yadigan bo'lsak, f1 teng -2 bo'lyaptimi? f1'imizni o'zi -2 bo'ldi. 0 qo'yganimizda. Endi f-1 va f1 ni toping deyapti. f-1 ni o'zi 0 bo'ldi. Mana 0 ga teng bo'ldi. f1 ni o'zi -2 ga teng bo'ldi. Ularning yig'indisi -2 bo'ladi. Bajavob. X teng 0, x teng 4 nuqtalaridan o'tuvchi urinma. Bo'ldi. Ikkita to'g'ri chiziq bor-ku. Unda x teng 0, x 0 teng 0 desak bo'ladi. X teng 4 ni x 0 teng 4 desak bo'ladi. Berilgan funksiyani hosilasiga x 0 ni qo'ysak, bu k kelib chiqadi. Shunaqa jarayonlardan topaylik. Qaranglar. Mana bu -135 gradusdan boshlaymiz. Buni qaysi bu? D2 uchun. D2 to'g'ri chiziq uchun bo'ladi. D2 barobar deb ketaveraya. Xo'p, K2 desam bu. Yo'q, adasharkanman. D2 to'g'ri chiziq Kx qo'shilgan B deb turaveraya. Xo'sh, shunday desak nima bo'ladi bunda? Berilgan D funksiyadan hosila olsak, hosilasiga D2 ni hosilasiga 4 ni qo'yadigan bo'lsak, nima kelib chiqdi bizda? Hosilasiga 4 ni qo'ysak -1 kelib chiqadi. -1 qayerdan keldi bilasizmi? Chunki 135 deyapti-ku. Tangens 135 gradusda -1 ga teng. K teng tangens alfa deb gaplashganmiz. Nimaga to'xtalib qoldim? Men D2 deyishga o'rganmagan ekanman. Y barobar deb ketiladi-ku. Mana shu. 135 nega 45 olinmayapti desa, chunki to'g'ri chiziq OX o'qini musbat yo'nalishi bo'ladi. Kas har doim. Ichkari tomonini olib qo'ymanglar. 45 deb. Xo'sh, bu birinchi fikr. K topildi. -1 ekan. Unda bunday bo'ladi. D2 to'g'ri chizig'imiz -x qo'shilgan B bo'lib qoldi. Endi bu to'g'ri chiziqqa 6 kiradi. Shu to'g'ri chiziqnikida bu. X ga 6 qo'yamiz.
D2 ni o'rniga 0 qo'yamiz. 0 teng -6 qo'shilgan b. B teng 6. B6 qayer ekan? Mana bu nuqtamiz 6 ekan. Qaysi to'g'ri chiziqni uchun? Mana shu to'g'ri chiziq uchun fikrlar ketyapti. Unda D2 topildi. D2 -x qo'shilgan 6 ga teng ekan. Xo'sh. D1da ham topib qo'yamizmi? D1da ikkita nuqta bor. Ikki nuqtadan topib qo'yganmiz haqida. D1 nimaga teng? Kx qo'shilgan b to'g'ri buni ham. D1 ning nuqtasi -12 0 shunga tegishli. Bo'ldi, mana shundan foydalanar ekanmiz. Mana bu 6 D1 ga ham tegishli. B teng 6 deb ketsam, hech kim urushmaydi bizda. D1 barobar kx qo'shilgan 6 bo'ladi. D1 ning o'rniga 0, x ning o'rniga -12. 0 teng -12 ta k qo'shilgan 6. K teng necha bo'ladi? 1 taqsim 2 bo'ldimi? K 1 taqsim 2 bo'ldi. -6 to'g'ri 1 taqsim 2. Unda bizning D1 to'g'ri chizig'imiz 1 taqsim 2 x qo'shilgan 6 ga teng. Bittasi kamayuvchi, bittasi o'suvchi. Perpendikulyar emas. Uncha kestirib qo'ysa ko'plar perpendikulyar deb o'ylab qoladi, unaqa emas. Ma'lum-ku, chunki klarni ko'paytirsa ham -1 chiqmayapti hozir. Xo'sh, nimani so'rayapti? Mana bu so'rayapti ekan. J 3x teng x kvadrat ko'paytirilgan f() 2x ni so'radi bizdan. Hosil olganlikcha bir gap bo'ladi. Hosila olsam j hosilasi 3x ichidan murakkab-ku bu. Ichidan hosil olsam oldiga 3 karra deb chiqadi yo yoniga. Teng bo'ladi x kvadratdan hosila 2x ko'paytirilgan f() 2x hosilada qo'shiladi ko'paytmalarda. f() hosilasi 2x ichidan hosil olsam 2 ko'paytirilgan nargisini o'zi. Bu anavni olyapti-da. Ko'paytirilgan b ning hosilasi bor-ku, a ning hosilasi b qo'shilgan b ning hosilasi a. Shundan ketildi. J hosilasi 0, j hosilasi 6. J hosilasi 0, j hosilasi 6. Bitta 0 ni qo'yaychi nima bo'lar ekan? 3 karra. J hosilasi 0. Men x larning o'rniga 0 qo'yaman deyapman-da. Bo'ldi, bu oddiy ekan. Mana 0 qo'yarsam foydasi yo'q. Bu yoqqa 0 qo'ysam, nima foydasi yo'q. Bo'ldi. Mana j hosilasi 0 teng 0 ekan. Birinchi gap shu. Endi hosilasi 6 deyapti. 3 ta j hosilasi 3x qaytadan yozib olayman-da. Teng 2x f() 2x qo'shilgan 2 ta f hosilasi 2x ko'paytiruv x kvadrat. 6 ni 6 bo'lish uchun x ga 2 qo'yish kerak-da. 3 ko'paytirilgan j hosilasi 6, 2 qo'yaman debman, qarang. 2 kere 2 4 ta f4, 4 ta f4 qo'shilgan 2 ta f hosilasi 4 ko'paytirilgan 2 qo'yibman, 4 emas. Mana 2 ning kvadrati 4 bo'lib qoldi. Endi f4 bilan f hosilasi 4 kerak bo'ldi. 3 ga bo'lib yuborish foydasi yo'q. f4. Qarang, y teng fx mana. f4 4 mana umi bo'ldi. Bu nimaniki? Qizil nuqtadan bu kamayuvchi to'g'ri chiziqniki. F4 ni shunday qo'ysa bo'lar ekan. Ya'ni d2 barobar -x qo'shilgan 6 dan f4 ni topsam x ga -4 qo'yaman. X ga 4 qo'yaman debman. Shunda 2 bo'lar ekan. f4 2 hosilasiga 4 qo'ysam, bu aytdim k kelib chiqadi dedim. Hosilasi 4 -1 yengil chiqib qoldi. f4 ga 2 hosilasi 4 ga -1. Mana bu yerga 2, mana bu yerga -1. Qani hisob-kitob qilaylikchi. 3 ta j hosilasi 6 teng 8 minus o 8 bo'lar ekan, qarang. J hosilasi 6 ham 8 dan 8 da olsak 0, 3 ga bo'lsak baribir 0. Ikkalasi ham 0 chiqdi. Unda yig'indi 0. Ajob. 2 martalik hosila yoki ikkinchi tartibli hosila fx teng
12x qo'shilgan 6 bo'lsa, birinchi tartibli hosilamiz 1 qo'yganimizdagi 5 ga teng. O'ziga 1 qo'yganimizda 4 ga teng ekan. O'ziga -1 ni qo'ygandagi qiymatni toping deyapti. Xo'sh. Qaranglar, berilgan funksiyadan integral olsam har doim plus c deb yoziladi. Masalan, qarang. X kub dx dan integral bo'ladigan bo'lsa, 1/4 x ni 4-si plus c bo'ladi. Plus c deb yozilishi kerak. Shu bizda muhim figura. F ikkinchi tartibli x teng bo'ladi 12x qo'shilgan 6 bo'lsa, ikkita tomonni integrallaymiz. Integral payti albatta dx deb yozish kerak. Ya'ni yozamiz. Integral qaus qo'yib dx deb yozib qo'ysa bo'ladi. Juda murakkab bo'lib ketdi, lekin shunga o'rgatish kerak misol. Integral bilan birinchi bitta hosila bilan bitta integral qisqarishga haqqi bor-da. Bu degani katta fx yoki f bitta x qoladi, teng bo'ladi 12x dan hosila 6x kvadrat bo'ladi. Qanday hosila? Integral. Hosila olsam 12x ni qaytarib beradi. Qo'shilgan 6 dan integral olsak 6x. Qo'shilgan c demaylik, a deb turamiz. Mana shuni yozish kerak. Qaytaraman. Monodan bitta integral oldim. Shunchaki 12x dan oldim, 6 dan oldim, 6x bo'ldi va mana buni plus a ni yozib qo'ydim. Endi 1 ni qo'ysak 5 bo'ladi deyapti. Mana o'zlari yozib qo'ydi. Achnikka qilib qo'yaylik shuni. Bo'ldi. X ga qo'yib olar ekanmizda. F hosilasi 1 barobar 1 qo'ysak 6 12 plus a bo'ladi. 1 qo'yganimizda 5 bo'ladi deyapti-da. 5 teng 12 qo'shilgan a. A teng -7 bo'ldi. O'zini yozib qo'yay. F bitta x teng bo'ladi. Mana bitta degani birinchi tartibli hosila teng bo'ladi. 6x kvadrat qo'shilgan 6x -7 ga teng bo'ldi. Endi f1 teng 4 bo'ladi deyapti. Shundan yana bitta integral olamiz. Integral olsak, shunchaki fx bo'ladi. Mana bu yo'qolib ketdi-da. Endi 6x kvadratdan buni yozaylik mana. 6 darajasiga 1 qo'shib mahrajiga yozamizmi? Mahrajiga yozsak 2x kub bo'lar ekan. Shuni bitta hosil olib 6x kvadrat qaytarib beradi. 6x dan integralchi. 2x kvadrat yo'q, 2x kub bo'ladimi bular? Yo'q, 2 nima deyapti? Mana darajasida 1 bor, 6 ko'paytirilgan, darajasiga 1 ni qo'shsam 2, shuni mahrajiga yozamanmi? 3x kvadrat bo'lar ekan. 3x kvadrat. Bundan hosila olsam 6x kvadrat qaytarib beradi. Bundan hosila olsam 6x ni qaytarib beradi. Bundan hosila olsam 6x kvadrat qaytarib beradi. Ayrilgan 7 dan integral 7x bo'ladi. Qo'shilgan yana bitta b deb qo'ysam bo'laveradi. Endi f1 4 bo'ldi. 1 qo'yib olamiz. f1 teng 1 qo'ysak 2 qo'shilgan 3 -7 plus b. Mana bu o'rniga 4 qo'yamiz. 4 teng bo'ladi 5. 5 dan 7 ni olsak -2 qo'shilgan b. b teng 6. B 6. Endi fx funksiyasini to'liq yozamiz. 2x kub plus 3x kvadrat -7x qo'shilgan 6 ga teng bo'ldi. Xohlasak, alohida belgilab qo'yamiz. Adashmaslik uchun. Endi f -1 ning qiymatini toping. F -1 -2 bo'ladi, chunki -1 ni kubi -1 ku. Plus 3 bo'ladi, kvadrat. -1 ga umuman aloqasi yo'q. Qo'shilgan 7 bo'lib qoladi. -1 qo'shsak 2 dan musbat plus 6. Mana bu bo'ladi. 1 bo'ladi. 1 ga 7. 8 ga 6 14.
S javob bo'lar ekan, yengil chiqib qo'ydi. Babasi uchburchak, burchak A 110 gradus to'liq o'zi. Ko'rsatib qo'yaylik chizmada. Mana bu yer 110 gradus. Va mana bu alfaning kattaligini toping deyapti. Xo'p, bizda AB teng AD teng AI. Unda buni A desak, buni alfa bilan A adashib qolar ekanmiz. B deylik, buni B desak, buni B, buni B deymiz. Mana bu teng yonli uchburchak. Mana bu yoqdan teng yonli. Tomonlarigacha B deb birinchi fikr. Buni masalan beta, buni beta, buni beta, buni beta deb ketib qolmang. To'g'ri, BBdan lekin ikki xil ko'rinishda turibdi-da. Tomon teng bo'ldi degani gradus teng degani emas. Har xil tarzda qayrilishi mumkin, har xil tarzda ko'rinishi mumkin. Deylik, to'g'ri, deylik fazoda, deylik planometriya shakllarida bunaqa qilinmaydi. Bir xatolar shuda o'quvchilarning o'zi. Deylik ikki xil olsa bo'laveradi, masalan, buni beta deb olsa, buni beta desa, bu mana bu yoqda gamma desak, hech kim mushkul bizda. Gamma deb ko'raveraylik, birga bo'ladi. Endi uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusmi? Albatta 180 gradus. Mana yashil nuqtamiz. Mana bu yer haqida gap ketyapti. Bunday deb qo'yaylik. Mana shu o'rimiz nechi bo'ladi? Jami 180 gradus, 180 gradus jami minus 2 bitta. Ha, unda mana shu o'rim 180 gradus minus 2 bittaga teng. Chunki ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus-ku. 180 gradus minus 2 bitta. Mana uchburchak uchun ketyapti gap. 2 bitta qo'shilgan yana bitta qo'shilgan yana bitta. Ko'rdingizlarmi? 180 qoladi-da. Endi shu usulni mana bunaqasini qo'llasam qanday bo'ladi mana? Endi mana bunday chizib, bu yoy belgisini chizib qo'yib, ko'k nuqtani qo'yib qo'yman, ko'k nuqta. Bu degani 180 gradus minus 2 gamma deganida. Qayer? Mana bu yer. Mana bu yer 180 gradus minus 2 gamma. Mana bu yer 180 gradus minus 2 bitta. Shularni jami 1 gradus bo'lyapti. Masalan, bo'ldi. Sekin ishlab qo'yamiz. 180 gradus minus 2 bitta qo'shilgan 180 gradus minus 2 gamma teng 110 gradus. Oho, yaxshi chiqibdi-ku. Mana qo'shadigan bo'lsak 360 mi? 110 ni ayiramiz. 360 gradus 110 0 5 necha bo'lyapti? 250 bo'lyapti. Yaxshi-ku. 250 gradus teng 2 beta qo'shilgan 2 gamma. Nega qo'shuv bo'lib qoldi? Chunki 110 gradus chapga o'tgandan keyin mana bular o'zidan bu yerda qolmaydi-da, o'ngga o'tadi. 2 ga bo'lib olish xossasi bor ekan shu yerda. 125 gradus teng gamma qo'shilgan beta. Yaxshi. Bo'ldi, misol chiqib bo'pti ekan, qarang. Mo uchalasi yig'indisi qo'shni burchakka, yoyiq burchakka to'g'ri kelyapti. Gamma bilan betaning yig'indisi necha bo'lyapti? 125. Uchalasining yig'indisi 180. Alfa qo'shilgan beta qo'shilgan gamma teng 180. Mana 125 bo'lgandan keyin shuni o'rniga kirib keladi. Alfa qo'shilgan 125 gradus teng 180 gradus. Alfa barobar 180 gradus minus 125 gradus. Xo'p, necha bo'ladi? 55 gradus bo'ladimi? Hozir 125, 55, 10 ni 0 bitta, 7, 8. 55 gradus bor ekan. Qaysi javob? B javob. Bularni yengil chiqib qo'ydi. Beshinchi misol. ABC uchburchakda I nuqta ichki chizilgan aylana markazi. AB 12 ga teng, AC 10 ga teng, X kesma uzunligini topish kerak. AB uchburchak uchun tomon, lekin aylana uchun urinma. AC ham xuddi shunday. CB ham uchburchak uchun tomon, aylana uchun urinma. Aylanani markazidan urinmagacha bo'lgan masofa nima u? Perpendikulyar boradi, 90 gradus asosida boradi.
Unda mana bu yer 90, mana bu yer 90. Xo'p, mana bu nuqta, mana bu nuqta bo'ldi. Mana bu nuqta qarang. Shapkalar teng bo'lishi kerak-da. Nima demoqchiman? Mana bu yoq bilan mana bu yer teng bo'lishi kerak. Unda bu yoqqa x demoqchi emasmi? X demoqchi emasmiz. Bu taraf olaylik, qizaloq bo'lar ekan. Mana bu yer bo'lsa, mana bu yer bilan tengmi? Deylik, mana bu yer 12 bo'lsa, bu yoqqa x teng 12 ekan deb yozib qo'ymanglar-da. 12 jam. Boshqacha xarakterlash kerak misolni. Hozir x dan ketish kerak. Agar k va x bo'ladigan bo'lsa, mana bu masofa ham x bo'ladi. A b 12 ga teng. Unda b mana bu bilan mana bu orasidagi masofa jami 12 dan x olingan edi. Xo'p, yaxshi. 12 ayrilgan x bo'lsa, bu tomondan ham 12 minus x deb kiritsak bo'lar ekanda. Ha, bo'ladi, shunday qilsak. Bo'ladigan bo'lsa mana bu 10 ni nima qilamiz? 10 ni shunga to'g'rilaymiz. Bu jami 10 to'g'rimi? Assa jami 10. Jami 10 bo'lsa 10 minus 12 minus x deymizmi? Unda bu yoqda ham yo'q, bitta shakli kiritilmagan ekan. Ataylabda mana qarang. B bor ekan-ku. B ni 14 ligi. B dan C gacha bo'lgan masofa jami 14. Jami 14 dan mana bu x ketadigan bo'lsa, unda 14 minus x qoladi SK ga. Mana bu yer 14 minus x bo'lsa, unda bu tomoni ham 14 minus x bo'ladi. Boya yozganimiz ham xatomiz. Qo'shsak tomonlarini o'zini berib qolaveradi, undan nimadir chiqmaydi. Hozir AC tomonni o'zini 10 deydi bular. AC ni o'zi nimaga teng? AC ni o'zi 12 minus x qo'shilgan 14 minus x. Mana shu 12 bo'lib qoldi. Mana buni qo'shdik. Xo'p, mana ikkalasi 26. 26 ayrilgan 10 teng 2x bo'ladi. 16 teng 2x, x teng 8. Ajoyib. Juda maydalab tushuntirib berdim. Tushunmagan bo'lsangiz, videoni to'xtatib qaytadan ko'ring. 26-misol. ABC'da parallelogramda 3MC teng 2 Shuni 3 taqsim 2 teng Sala taqsim MC deb yozsak bo'ladi. Barobarda qarama-qarshilari bir-biriga teng. Salaga 3, MCga 2. 3 bilan 2 emas, nisbat shakli-ku bu. 3A ga 2A deb olsak ham bo'laveradi. Endi qaranglar, parallelogramni qarama-qarshi tomonlari teng bo'ladi. Mana bu bilan bu yoq teng. Xo'p, agar ML masofa 5ta bo'ladigan bo'lsa, MK ga ham 5A qoladi. Keyin xo'p, mana bu yoqqa ham bor ekan. Shuni 2 taqsim 1 teng P ni taqsim MP desak, bo'ldi, boyaga fikr. NP ga 2ta B, bunga B to'g'ri kelyapti. 1 ni qarshisida B deb olsam bo'ladi. Xohlasam 2x ga x deb olaman, farqi yo'q. Endi agar NB parallelogram bu tomoni, bu yoqqa parallel-ku. Agar NB 3B bo'lsa, bu tomoni ham 3B bo'ladi. Uning yuzasi 300 ga teng bo'lsa, qaysi bo'yalgan soha? Mana uni sohasini toping dedi. Deyapti ekan. Xo'p, bitta davom ettirish usulidan foydalanaylik, chiqib ketsa kerak. Qarang, davom ettirdik-ku. Hozir bu yerda o'xshash bo'lyapti-da. Qaysi uchburchaklar o'xshash bu yerda? O'xshash uchburchak bor. T, P, M o'xshash bo'ladi. N, P, K. Bu ham ko'rsatib qo'yishim mumkin. Mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak o'xshash. Alfalari bir xilda mana. Ko'rdingizmi? O'xshashligi aniq.
Keyin o'xshash bo'ladigan bo'lsa, t masofani s desam, hozir 5 jami 5 ta a ni s ga nisbati, 2 ta b ni b ga nisbati ko'rsatib qo'ying. Mana buni bunga nisbati, buni bunga nisbati. Nega 3 ta b bo'lmadi desa, 3 ta b bo'lmaydi bu yerda. Chunki mana bu uchburchak tomonni bu uchburchak tomoniga nisbati bo'lishi kerak-da. Hozir blar ketsa, seni topib qo'yamizmi? 2,5 a teng s bo'ladi yoki 5 taqsim 2 deb oson bo'laveradi. Seni o'chirib qo'yib, shu yerga 2,5 a deb qo'ysam nima bo'lar ekan? 2,5 a. Va bizga mana bu tomon ham kerak emas bular. Endi oddiy hisob kitoblar-ku. Xo'p, balandlik tortib yuborsam qanday bo'lar ekan shu yerga? Ba'zi qiziqarli balandliklarni tortamiz. Mana balandlik tortildi. Shu bo'yicha hozir qaysi uchburchaklar o'xshash? Hozir bu yerda bo'yab ko'rsatay birinchi. Mana bu yashil bo'yaganim bilan tepadagi uchburchagimiz o'xshash kelasi. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, o'xshash bo'lgandan keyin yozaylikchi. T G L o'xshash bo'ladi N G K. Ikkinchi o'xshashlik. Hozircha men tomonni tomonga emas, tomonni balandlikka o'xshash qilaman. Hashlar nisbati tomonlar nisbatiga teng, yengil chiqib qo'yadi bular. Xo'sh, hozir men mana bu 5a ni bo'lishim kerak. 5a. Mana bu yoqda jamini qo'shsam 7,5 a bo'lar ekan. 7,5 a. Shu 7,5 a ni 15 a taqsim 2 deb yozsam ham bo'laveradi. 10 a taqsim 15 a. 2 ga qisqartirsak 2 taqsim 3. 5 ga qisqartirsak degan. 5 a ga 2 taqsim 3. 2 ta h1, 3 ta h1 deb turaylik. Qaranglar. 5 a ni bunga bo'lsam 2 h1 da 3 h1 ga bo'lganimga barobar bo'lyapti. O'xshashlikda. Xo'p. Yana bormi? Bor. Uchinchi o'xshashlik ham bor ekan bu yerda. Yana bitta balandlik topiladi. O, qiziq. Qaranglar. Hozir bu yerda nima bilan nimani o'xshash qilaman? Yozaylik. T P M o'xshash bo'ladi. N P K. Bu o'xshash qildim. Va tomonlar bo'yicha o'xshash qildim. Men balandliklar bo'yicha o'xshash qilyapman. Mana buni mana bunga o'xshash qildim. Sezganingizdek 5a katta-ku 2,5 ga nisbatan. Albatta, mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha bo'lgan masofani kattaroq olaman. Hozir chiqqan nisbati bo'yicha. Hozir 5a ni unda bo'lar ekanman 2,5 ga, to'g'rimi? Alar ketadigan bo'lsa 5 taqsim 2,5 ni 5 taqsim 2 deb olaman. Bu degani 2 bo'lar ekan. 10 taqsim 5 2 2,1 nisbatda. Unda buni ham 2 ta h1 deb olishim xato-ku, chunki mana qarang, bunda to'g'rilab kelsam o'xshamayapti. Bu h2 deb olay. 2 ta h2 ga h2. Xo'sh, olishga oldik. Endigi qiladigan ishimiz parallelogramning yuzasi bor-da 300 ga teng. O'zi xohlagan turdagi shu parallelogramlarning yuzasi tomonlar haqida bo'ladi. Ada, masalan 3 ga 5, 7 ga 6 shunaqa nazarda tutdim. A, B, C, D ni nazarda tutib gapirmadim. Parallelogramning yuzasi AH. Shunga qo'ysak, hozir mana bu katta parallelogramning yuzasida. Qaysi parallelogram? Mana bu parallelogram. S parallelogramning yuzasi A vazifasida albatta 5 a kelyapti. 7,5 deb qo'ymanglar, ko'paytirilgan. Balandlik vazifasida 5 ta h1 kelyapti. Nima kelyapti? 2 ta h1 ga 3 ta h1 yig'indisi kelyapti-ku. Parallelogramning yuzasi 3 mi? 3 emas, 300. 300 taqsim 5 kere 5 25 teng AH. AH1 teng bo'ladi 12. Chunki 25 dan 4 tasi 100 bo'lgandan keyin 300 da 12 ta bor-da, 12 ta 25. AH1 12 bo'ldi. Bu kerak hozir bizga. Endi mana bu bilan buni yig'indisi
yig'indisi emas, o'zlari bir-biriga teng. Ya'ni h2 ni h1 ga bog'lasam bo'larkan, ikkita h2 ga qo'shaman h2 ni tenglayman, ikkita h1 ga 3 ta h1 ni qo'shganimga teng, 3 ta h2 teng 5 ta h1. h2 topilsa 5 taqsim 3 h1. Shuni alohida olay, misolning kelajakida kerak bo'lib qolar. Misolning kelajakida kerak bo'lib qolar. Nima deysizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Sizlar bo'lsanglar, bo'yalgan soha yuzasini toping deyapti. Aslida qaysi soha? Mana bu sohani so'radi bizdan. Xo'sh. Jami mana bu uchburchak yuzasidan mana bu uchburchak yuzasini olib tashlashim kerak ekanda. Xo'p, mana bu jami degan boshlaylik. Yozib ko'rsatay. T G S yuza. T G S yuzasi nimaga teng? 2,5 A ga 2 ni qo'shsak 4,5 A. 4,5 A ko'paytirilgan 3 ta h1 taqsim 2. Chunki balandlik tushgan tomonga ko'paytmasini yarimiga teng 100. Endi mana jami 100 bo'ldi. Mana bu 100 ni olib tashlashim kerak. Ayrilgan bo'ladi 2,5 A ko'paytirilgan h2 taqsim 2. Endi h1 bilan h2 ikki xil noma'lum bo'lib qoldi-ku. h2 ni o'rniga 5 taqsim 3 h1 ni olib kirib qo'ya olaman. Xo'p, 5 taqsim 3 olib kirib qo'yaman ham deylik. Hozir mana bu yerda AH1 tepada bor edi. AH1 nimaga teng? 12 ga teng. AH1 12 ga teng. 4,5 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 12 taqsim 2 ayrilgan AH2 ni o'rniga 5 taqsim 3 H1. 5 taqsim 3 H1. Mana ikkalasini qisqartirsak necha bo'ladi? 6 bo'ladi. 4,5 dan 6 tasi. 4,5 dan 2 tasi 9 bo'ladi. 9 ko'paytiruv 3, 6 da yana bitta 3 qoldi. Ayrilgan. Mana 25 taqsim 12 bo'lar ekan. 4 kere 3 12 ga AH1 o'rniga ham 12 qo'ysam bo'ladi. 12 lar ketdi. 3 kere 3 9 mi? 9 kere 9 81. Demak, jami 81 dan 25 52 deb yozgan. 25 olinyapti. 11 dan 8 ketyapti. 11 dan 5 ketyapti. 5 ketsa 6, mana yerda 7 qoldi. 7 dan 2 ketsa 5, 56. Bu yerda balandliklar nisbati, tomonlar nisbatiga tomonlar nisbati o'xshashlik qilindi. Sezganingizdek, ozgina og'irroq misol, qiyinroq. Videoni tushunmasangiz to'xtatib, o'tkazib, daftaringizga yozib, qaytadan ko'rishni tavsiya beraman. ABCda trapeziyaning yuzi 60 ga teng. Tengligi aytilyapti. Demak, misolning gapi mana bu nisbatdan boshlansa kerak. To'g'rimi? To'g'ri. 3 taqsim 2 qayerdan boshlasak? 3 taqsim 2 teng bo'ladi DS taqsim AB. Barobarlari to'g'ri bir-biriga teng bo'ladi. Mana DS teng 3 ga, AB teng 2 ga. Shunda DS ni masalan 3A desak, AB ni 2A deymiz. Bu chizmada ikkita uchburchak o'xshash. Mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak o'xshash. O'xshash bo'lgandan keyin mana buni S deb belgilash kiritsa bo'ladi. S ahvol S bor ekan, X desak ham bo'laveradi. Endi bitta qiziq qoida bor. O'xshashligi o'z o'rniga teng bo'laklarga bo'lib qo'yapti. A Y kesma. To'g'ri tortaveraylik mana. Qora chizig'im bor-ku. To'g'ri, mana shu teng bo'laklarga bo'lib qo'ydi. Mana bu bilan buni. Unda X deyish shart emas. X demayman-da. Unda ikkita A deyman.
o'xshash va teng bo'laklarga bo'layapti. Shuning uchun 2 a deyman. Agar masalan mana bu 4 a bo'lsa, bu yoqda ham 4 a deb yozishim mumkin edi. Boyagi balandlik xossasini 26-misoldagidek tushirib ishlavarsam chiqadi. Mana shu qaranglar mana. Mana shunday tortiladigan bo'lsa, buni h deymiz. Buni h deymiz. h taqsim 2 desa ham bir xil baribir javob chiqaveradi. Nega teng bo'laklarga bo'lingan? 100% bo'linibdi. Chunki tomonlariga teng bo'linadi. Balandligi teng bo'ladi aniq. Endi trapetsiya. Trapetsiya yuzasi bor, 60 ga teng. Mana o'zlari aytib qo'yibdi. Trapetsiya yuzasi qarama-qarshi tomonlari yig'indisi. Asoslari yig'indisi 3 ga qo'shamiz 2 tani, bo'lamiz 2 ga, balandligi 2 h. To'g'rimi? Mana balandligi jami 2 h. Shuni tenglaymiz 60 ga. Ikkilar ketadi. 5 ta AH teng 60. AH ni o'zi 12 ga teng bo'lib qoldi. Bo'yalgan soha birinchidan mana uchburchak bo'ladi. Bu uchburchak o'tmas. Uchburchak bo'lgandan keyin balandligi tashqari tomoniga tushadi va tushgan tomonni ko'paytmasini yarmi sifatida olamiz. Tushunmadinglar? Bunday bo'ladi hozir. 2 ta ani ko'paytiramiz h ga, bo'lamiz 2 ga. Bu bo'yalgan uchburchak yuzasi. Ikkilar ketadigan bo'lsa, AH ni o'zi bo'lyapti. Biz AH ni chiqarib bo'luvdik. Misol 12 esa javob. ABCD to'g'ri to'rtburchakda bir-biriga urinuvchi aylanalar ichga chizilgan. AD 16, AB 18 kichik aylana diametrini toping. O'zi ko'rinib turibdi chizmada. Katta aylana diametri 16 ga teng. To'g'rimi? To'g'ri. Unda 2 ta R, 2 ta katta R deb o'ylaylik. Katta aylana bo'lgani uchun teng 16, R barobar 8. Qaysi aylanani radiusi 8? Mana bu aylanani. Bizdan mana bu aylana diametrini so'rayapti. Xo'sh. Mana ular tortib yuboraylik. Nimalar? Radiuslar tortaylik, chiqqani birga bo'ladi. Mana pastga qarab ham tortaylik. Shuni yaxshi tortiladi. Mana. Shunday tortsak, buni ham yana bunday qilsak, buni bu yoqqa qarab tortib olsak. Buni bu yoqqa qarab tortib olsak, qani birga bo'lar. Hammasi radius. Mana bu R, bu yoq ham R, bu yoq kichkina R, bu yoq kichkina R, yerdan katta R, katta R. Mana ko'rib turibdik, mana 2 ta R 16 ga tenglik. Xo'p, endi qaranglar. Mana ham R bo'ladi shunda. Chunki parallel ko'chadi. Yaxshilab tushuntirib qo'yaylik. Mana bu joyimiz bu joyga teng. Teng fikr. Mana bu yer radius bo'lsa, pastda ham radius. Past o'zi radius, tepa radius demoqchi edim. AB 18 bo'ladigan bo'lsa chizmadan AB teng 18 bo'lsa, DC ham 18. Chunki ikkalasi bir-biriga parallel va teng. Mana bu pastda kesmaga teng debdi. Xo'p, keyingi fikr. Jami 18 bo'lsa, mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha bo'lgan masofa. Yozib ko'rsataymi? Qayer? Mana bu joy. Mana shu masofa necha teng bo'ladi? Hisoblasizmi? Jami 18 dan katta R va kichkina R'larni ayirmasiga. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki R'ga qo'shaman 18 minus katta R minus kichkina R plus R ni. Mana R'lar ketdi, R'lar ketdi. 18 o'zi qoldi. Parallel ko'chirish usulidan foydalansamchi, to'g'ri tikka tortib olsam. Tikka tortib olsak, 18 minus katta R minus kichkina R nima bo'ladi? Ko'chib keladi pastga. 18 minus katta R minus kichkina R. Qayer bo'lib qoldi? Mana bu joy bilan
Mana bu joy bir-biriga teng bo'lib qoldi. Endi keyingi fikr. Mana bu yer radius bo'lsa, mana bu yer ham radius bo'ladimi? Bo'ladi. Jami katta R. Mana bu yer qanday topiladi? Shu katta Rdan kichkina Rda ayirmasi. O'rta 90 gradus. Bu yerda bitta Pifagor ishlatib olsam bo'lar ekan. Ishlatib ko'ramiz Pifagorni. Muammo emas u, Pifagor ishlatish va katta Rning o'rniga o'ylaganingizda 8 qo'yib ketsak bo'lar ekan. 8 qo'ysak, mana 10 bo'ladimi? 10 minus kichkina Rning kvadrati qo'shilgan 10 minus kichkina ikkalasi ham bunday bo'lib qoldimi? Yo'q, keyingisi 10 bo'lmaydi. Mana radius 8 ku, 8 minus kichkina bo'ladi. 8 minus kichkina Rning kvadrati teng bo'ladi. Mana bu yer katta R, bu yoq kichkina R. To'g'rimi? Unda katta R 8 qo'shilgan kichkina Rning kvadrati bo'lib qoldi. Xo'sh, hozir tanlash usulidan foydalanaylik-da. Mana masalan, Rga siz o'ylamagan 50 ni qo'yib ko'ring, qanday bo'lar ekan. 50 qo'ysak minus 40 ning kvadrati bilan 1600 qo'shilgan 50 qo'yibman. 50 dan 8 ayiribman. 50 dan 8 ayirsam 42 bo'ladi. 42 ning kvadrati teng bo'ladi 58 ning kvadrati. 1600 ga 42 ning kvadratini qo'shsam 58 ning kvadratiga teng bo'ladi, aniq. Xo'sh, lekin radius 50 bo'lmaydi, chunki tomon 18 bo'lgandan keyin qanday radius 50 bo'lib ketib qoladi. Aytmoqchimanki, hozir men erindim. Buni ochib chiqsam kvadrat tenglama bo'ladi. Kvadrat tenglamani ikkita yechimi bo'ladi. R1 teng 50, R2 teng 2. Mana shuni aytmoqdim-da boshida. Endi 2 ni qo'yib ko'raylik, chiqadi hozir. 2 qo'ysak 8 ning kvadrati 64, 2 qo'ysak 6 ning kvadrati 36. Teng 2 ni qo'ysak 10, 10 ning kvadrati 100. Mana 100 100 ga teng. R2 2 bo'ldimi? 2 ni belgilab qo'ymang. Chunki kichik aylangan diametrini so'rayapti. Milliy sertifikat mock test savollarini davom ettiramiz. 29. Asosining yuzasi 36 ga teng bo'lgan kvadrat piramidaning yon sirti 60 ga teng. Bo'ldi, hozir biz piramida chizamiz. Asos kvadrat bo'lgan piramida. Xo'p, nima degan piramida ya bu? Piramida chizildi. Asosini yuzi, asosi qayerligini bilasizmi o'zi? Mana bu yer asos, mana. Mana shu joy 36 deyapti bizga. Xo'p, 36 bo'lsa, es asos teng 36 deb yozib qo'yaman. Asos kvadrat bo'lgandan keyin albatta a kvadrat teng 36, a teng 6. Birinchi fikr shu. 6 bo'ldi. Xo'p, bu piramidada F degan shakl bor. Bu apofema. Boshqa rang bilan qo'ysam bo'laveradi. Apofema shu qora chizig'imiz apofema. Apofema F harfi bilan belgilanadi. Apofema bor bunda. F. Xo'sh, endi bitta balandlik tushiray. Balandlik ham bo'ladi piramidada. Balandlik, tikka balandlik tortyapmiz va to'g'ri apofemaga qo'yamiz. Mana 90 gradus. 90 gradus ahvol. 90 gradus. Mana H. Mana bu yer nima? Bu yer bo'ladi. R. Bu ichki chizilgan aylana radiusi nimaga? Mana shu asosi nimaga? Kvadratga. Kvadratga ichki chizilgan aylana radius bo'lib qoladi. Radius nimaga teng? Aslida radius tomonni yarmiga teng. Sizlarga bir ko'rsatib beray, qayerdan kelayotganini. Mana. Misoldan juda chiqib ketib qolsak ham ko'rsataveramiz. Tomonni yarmiga tengligini bitta ko'rsatib beray sizlarga. Mana aylana chizaman, ichiga joylashtiraman mana shu.
Ost tomonni yarimga tengligini ko'rsatib berishim kerak-da sizlarga. Isbot kerak-ku, isbot. Mana chizildimi? Chizildi. Endi qarang, radius qani buni? Mana markaz bo'ladigan bo'lsa, markaz shu-ku. Mana mana radius. Mana radius. Radius. Da olib tushsam, bu yoq ham radius, bu yoq ham radius. Unda jami a tomon-ku. Shunda a teng 2r, a taqsim 2 teng r hosil bo'ladi. Har doim xohlagan piramidada faqat endi asosiga qarab o'zgaradi. Asos har doim kvadrat bo'lmaydi-ku bizda. Yon sirti olmishga teng. S yon formulasi bor, qarang. S yon piramidalar uchun perimetr ko'paytirilgan apofema taqsim 2 degan formula bor. Perimetr asos perimetrda bu. Perimetr ana-ku kvadrat-ku 4ta bo'lami. 4ta ko'paytirilgan apofema taqsim 2 ketsa, 2ta a apofemaga teng bo'lib qoldi S yon. Bu degani a ni o'rniga ham qo'yib ketsam bo'lar ekan. A ni o'rniga 6 qo'yamiz-da hozir. Xo'sh, 60 S yonni o'rniga 2 ko'paytirilgan a ni o'rniga 6 apofemani topib olsak bo'lar ekan. 12 60 ga bo'lsak 5. Qirali shakl bo'lgani uchun 1 taqsim 3. S asos. Albatta asos yuzasi a kvadrat ko'paytirilgan h. Balandlik kerak. Xo'p, piramidalar uchun bizda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lib qoladi. Hozir o'sha joyini bo'yab ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Qayer? Mana bu yer. Qarang, shu yerda hozir men chizib ko'rsataman. Sariq bilan bo'yadim-ku, shuni bu yoqqa chizaman. Apofema. Mana r asosini yarimiga teng deydik. Bu yoq balandlik. Hozir bizga balandlik kerak. A bor hajm topilishi uchun. Xo'sh, a 6 ga teng bo'ldi. 6 ni 2 ga bo'lsak 3 bo'lib qoldi. Apofema 5 chiqdi. Pifagor soni ekanda balandlik 4 bo'ladi. Shuni 4 ni olib boramiz. 1 taqsim 3 a 6 36 bo'ladimi? Ko'paytirilgan h o'rniga 4 qo'yamiz. 36 bilan 3 qisqarsa 12, 12 kara 4 48. Hajmi 48 ekanda. Da javob. 30-misol vektor qurilgan ekan. Xo'p, ABC uchburchak yuzasini toping. Har xil yo'llarda ishlasa bo'ladi. Qiziqroqdan ketaylik, eslaringizda qoladi. Determinant bor. Mana masalan A, B, C, D olay. Mana shuni son qiymatini topish desa, A, D minus C deyishga qach usuli? Kelasi ko'paytmasi. Mana bu kelasi ko'paytmasidan ayrilishi kerak. Xo'sh, hozir shu uchburchak yuzasi S barobar 1 taqsim 2 determinant A, B, C, D dan topiladi. Bu qiziqarli formulalar har doim insonning esida qoladi. S barobar desak 1 taqsim 2 A B'larda o'rniga mana A bu B'da 2 7 C'dalarda o'rniga -2 va 3 koordinatalarini qo'yibman-da. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan. Qavs qo'yib olsam bo'ladi mana. Qavs qo'yaymi? Qavs qo'yaman. Mana 2 bilan 3 ni ko'paytirsam 6 ayrilgan, -2 bilan 7 ni ko'paytiraman. -14 bo'ladimi? Bo'ladi. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 6 qo'shilgan 14. 6 ga 14 20, 2 ga bo'lsak 10 bo'ladi. 110 chiqyapti. Javob. Endi qaranglar. Mana buni modul deb o'ylab qolmanglar. Bu bekorga emas. U ayru bekorga emas-da. Aniq mana bu tomon katta, bu tomon kichkina chiqadi yuzalarda. Manfiy chiqib qolmaydi. Chiqib qolishi mumkin. Mana bunaqa yuza bermasdan boshqa misollar bersa, oliy matematikada bu endi rostdan shunaqa bo'lgandan keyin raqamlarni moslab to'g'rilab beradi. 31-misolda A to'plam berilgan, uni elementlari A, B, C, D, E. A to'plamni elementlari nechta? 5 ta. Jami element bor bu yerda. Qism to'plami
jami qism to'plami 2 ning 5-si 32. Endi A va Bdan faqat bittasi qatnashadi deyapti-ku, 32 ning o'zini o'zi qatnashishi aniq. Chunki jami haqida fikr kelsa, jamilar aytilmayapti-da. A va Bdan faqat bittasi. Qaranglar. Qiziqarli yo'ldan ketamiz. A to'plamini qaytadan yozamiz. A, B, S, D, Y deymizda. A qatnashib, B qatnashmasa, bunda birinchi holat. Ikkalasini ham o'chirib yuboramiz. Shunda nechta qoladi? 3 ta qoladimi? 2 ning kubi 8. Keyingi holati bor. B qatnashib, A qatnashmasa. Bunda ham baribir ikkitasini o'chirib yuboramiz. Yashilda chizyapman, yana 3 ta. Yana 2 ning kubi qoladi, yana 8. 2 ta 8lar yig'indisi 16 tasi javob. Tanga 3 marta tashlanganida kamida 1 marta gerb tushish ehtimolligini toping. Tanga bilamizki, tanganing ikkita tomoni bor. Gerblik tomoni bo'ladi va raqamlik tomoni bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Jami ikkalasini hodisasi birga teng. Bittasini tushish hodisasi albatta 1/2. Ikkita tomon bor. Buni ham tushish hodisasi 1/2. 3 marta tashlanganda 1 marta gerb tushishi. Teskari borish kerak-da. Tushishini topish uchun jamidan tushmasligini ayirishimiz kerak. 3 marta tashlanganda tushishi deyapti-ku, 3 marta tushmasligini ayirsam, shunda tushish ehtimolligi qoladi. Birdan ayiramiz tushmasligi. Bu tushish bo'ladi. Xo'p, tushishi ham, tushmasligi ham baribir 1/2 sezgan bo'lsangiz, birinchi marta tashlanganda ehtimolligi 1/2. Tushishi ham, tushmasligi ham. Ikkinchi marta tashlanganda ham 1/2, uchinchi marta tashlanganda ham 1/2 bo'ldi. Bu degani 3 marta tashlanish bir-biriga bog'liq jarayon. Tushmasligini topish uchun, yo'q, tushish ehtimolligini topish uchun tushmasligini ayirishimiz kerak haqiqatda. 1/8 tushmasligi ehtimollik. Ayirsak 7/8 bo'layapti. Bormikan? Bor ekan. Da javob. Moslashtiruvchi savollarga yechimni boshladik. Qaranglar. Asosi teng yonli uchburchak bo'lgan prizma shaklidagi suv teskarisiga qo'yilganda, endi suv solgandan keyin teskarisi bo'ladi-ku. Yon tomonlari ilzosi 17 dan balandlik 3. Yaxshi. Suv idishga yarim to'la. Mana shu gapi muhim. Yarim to'la qilib suv qo'yildi. Suv ust qismining yuzasi necha metr kvadrat? Suv idishining to'ldirish uchun necha metr kub suv kerak? Qaranglar, 34-misoldan boshlaymiz. Shu 34dan boshlaylik. To'ldirish uchun necha metr kub kerak deyapti-ku, tepasini hajmini so'rayapti aslida. Yarim to'la suv bor-da bu yerda hozir. Xo'sh, asos mana bu uchburchak. O'zi to'la hajmini topish uchun V barobar S asos ko'paytirilgan H. Mana bu asosni 3lik balandlikka ko'paytirsam umumiy hajm kelib chiqadi. Endi mana bu yer 2 bo'lgandan keyin parallel ko'chib keladi, 2 bo'ladi jami. Bu yoqqa 1, bu yoqqa 1 qoladi. Qayer 1? Mana bu yer 1, mana bu yer 1 bo'ladi-da. Endi yon tomonlari ilzosida 17 bilan o'ralgan deyapti. Ilzosida 17. Qayer ilzosida 17? Bu yer ilzosida 17-da. Qora chiziqim ilzosida 17, bu yog'i ham ilzosida 17. Mana bu yeri ham parallel ilzosida 17. Bu yoqdagi 2 qora 2 emas, bu yoqqa 2 bo'lib ko'chib kelyapti. Xo'p, ilzosida 17 bo'lsa, shuni h balandligini topib olaman demoqman. Hozir h kvadrat barobar ilzosida 17 ning kvadratidan ayiraman 1 ning kvadratini. H teng 4. 16 dan 4 chiqadi. Bu balandlik 4 ekan. Balandlik 4. Unda V barobar S asos 4 ni ikkilik tomonga ko'paytmasi 2 ga tushyapti-ku.
4 kere 2 bu balandlik 90 gradus. Qayerdan bilyapman balandligini? Chunki teng yonli-da. U ilzosi 17 bilan o'ralgan deyapti-ku. 4 ni 2 ga ko'paytmasini yarmi ko'paytirilgan s asos bo'ldi-da hozir. Ko'paytirilgan balandlik 3. Balandlik 3. Hozir mana shuni ko'paytirsam 12 chiqyaptimi? 12 degan javob bor, lekin shuni belgilab qo'ymaslik kerak. Suv idishini to'ldirish uchun yana necha metr kub suv kerak? To'ldirish uchun deyapti, jami demayapti. O'zi yarim suv bor-da. Bu degani jami 12 bo'lgandan keyin shu va to'ldirish uchun suv 12 taqsim 2 6 bo'ladi. 6 metr kub suv kerak to'ldirish uchun. 34 ga B 6 ketdi. 34 B. Xo'p, endi 33 ishlab ko'raylikchi. Suv üst qismining yuzasi necha metr kvadrat? Masalan, mana buni tushunmaganlar uchun hozir 34 ga qaytamiz. 33 bilan aloqadorligi bor-da buni. Boshqachasi ham yechib qo'ysa bo'ladi. Qarang, qiziqroq yo'ldan ketamiz. Parallel topib qarang. Ko'k chizig'imga e'tibor bering. Juda qiziq yo'ldan ketamiz hozir. Mana. Xo'sh, buni davom ettiraman. Buni ham davom ettirib, ikkalasini birlashtirib o'raychi. Hozir mana umumiy chizmam bor-ku, umumiy chizmam prizma bo'lib qoldi. Ikkita uchburchak bo'lib qoldi. Bittasi tikkaroq, bittasi chapachasi, ikkasi bir-biriga teng. Mana shu prizma yuzasi va prizma nimaga teng? Prizma S asos ko'paytirilgan H ga teng prizma. Endi H vazifasida 4 kelyapti, aniq-ku. Xo'sh. Endi prizma demak shuni. Prizma demak mana shuni ikkita V deb ketay. Prizma bu haligi nonni kesilgani deb aytilgan ko'proq. Mana shunday shaklda o'ziga e'tibor bering. Kesma-ku bu. Kesim yuza bo'lib qolyapti. Shunda ikkita V bo'lyapti. Boshlang'ich bo'yalganiga nisbatan ikkita V, ikkalasi teng-ku. Ikkita V teng S asos ko'paytirilgan H bo'ldi. Prizma bo'lgani uchun S asos 1/3 ishlatilmadi. Aslidagi formula isbotlab bermoqchim. V ni topadigan bo'lsak, 1/2 S asos ko'paytirilgan H. Hozir bu yerdachi asos o'zgardi. Asos nima bo'lib qoldi? Mana asos. To'g'rimi? To'g'ri. V barobar 1/2 asos deganimga 3 kere 2 olaman. Balandlikka necha olaman? Balandlikka 4 olaman. Mana balandligi 4. Belgilab qo'ying. Qani. Yashil bo'lgani uchun ko'rinmayapti. Mana qorada olaylik. Balandligi 4. Bu degani 2 kere ketdi, 3 kere 4 12. Va teng 12. Ko'rasizlarmi? Shunaqasi ishlasam chiqadi. Faqat bu qiyinroq yo'lda. Undan ko'ra asosni to'nkarib har xil joylarda asos deb olaversa bo'ladi. Faqat uchburchakda emas. Hozir men tepasini asos qilib olganimda ham umumiy mana shu bo'yalgan yashil idishim hajmi 12 bo'ldi. 34-misolning javobi 6 chiqdi. 33-misol haqida fikrlar ketyapti bu yerda hozir. Qarang, 6ni chiqarish uchun formula foydalandik-ku va idish isbotlab ko'rsatdik. 1/2 S asos ko'paytirilgan H bo'ldi. Va suv ham uchun ikkalasini ham hajmlari bir-biriga teng bo'lib qoldimi? Ikkalasini ham hajmi teng bo'lib qolgani uchun va idishda ham idishdagi suvni ham xo'sh va idish va suv deydi. Va suv ham 6 bo'ldi, to'g'rimi? Idishda o'zi 12. Idishda o'zi 12. Mana shuni topganimda 12 chiqdi va suv 6 bo'ldi. 6ni ham xuddi shunday topamizda hozir. 6ni ham shunday topamiz. Va idishda yarmi bo'ldi-ku, to'g'rimi? Monoga qo'yamiz. Mana shu formulaga qo'yamiz hozir. Qaranglar. Hozir deb mana bu yer 6 jami 12. 6 12. Xo'p. Bizdan
suv ustki qismining yuzasi. Ustki qism mana bu yer bo'ladimi? Mana shu yer bo'ladi. Xo'sh. Mana bu 3 bo'lsa, bu 3, mana bu 3 bo'ladi. Aniq. Ko'kcha zakon 3. Hop, 2 bo'ladigan bo'lsa, parallel 2 ko'chib keladi, lekin tagi 2 bo'lmaydi. Qisqaroqqa ko'rinib turibdi. Tagini to'liq x deymiz. Qayerni? Mana bu joyini to'liq x deymiz. Mana bu joyi to'liq 3 bo'ldi. Mana bu yerni y deb olsak, jami bo'ya u yon tomonlar ilzosi 17 edi-ku, balandligi 4 edi, to'g'rimi? Jami 4 dan y ketsa, 4 minus y qoladi. Qayer? Mana bu yer 4 minus y. Hozir bu yerda bunday bo'ldi. Uchburchak paydo bo'ldi. Sezgan bo'lsanglar, uchburchakni mana bu yeri x bo'ldi. X bo'ldi. O'rtada bitta balandligi bor. 4 minus y ga y va 2lik bo'lib qoldi. Hajmlarini xo'sh. Endi hozir men o'xshashlik qila olaman. Qanday o'xshashlik qilaman deb qarang. 4 minus y ni nimaga nisbati? Xo'sh, 4 minus y ni 4 ga nisbati, balandliklar nisbati. Mana bu balandlik, katta balandlik 4. Teng bo'ladi. Kichikdan boshlagani uchun x ni 2 ga nisbati. Bu degani 4 minus y teng 2x ga teng bo'lib qoldi. Bu tursin, kerak bo'lib qolar bizga. Va idish barobar 1/2 s asos. S asos deb qarang, asos qani? Asos bu yerda o'zgardi. Pastdagi suv va suv deyishim kerak. Idishni olibmiz. Va suv. 1/2 suv 3x mi? 3x asosi va uni balandligi albatta 4 minus y. 4 minus y. Va suv 6 chiqdi. 6 chiqdi. Bu degani 6 teng 1/2 ko'paytirib 3x ko'paytirib 4 minus y degani. 4 minus y ni o'rniga 2x ni olib qo'yaman. O'xshashlikdan topildi. 6 kare 2 12, 12 bilan 3 qisqarsa 4 teng x ko'paytirilgan 2x bo'ladi. Qisqarsa 2 teng x kvadrat, x teng ilzosida 2 bo'ldi. X ilzosida 2 bo'ldi. Ustki qism mana bu yer 3, x ilzosida 2 bo'ldi. Bu degani 3 ilzosida 2 deganida 30 ga 3 ilzosida 2 da javob to'g'ri kelyapti. 33 ga. 35 rasmdagi holatdagi idishning yon sirti necha metr kvadrat? Rasm holati mana. 35 yon sirti. Yuzi haqida gap ketyapti. Mana bu 3 bo'ldi. Qorada yozaylik. 3 bo'ldi. 3 tepasi ham 3 dan tepasi ham. Endi baq ilzos 17. Ilzos 17. Buni balandligi 4, mana 2. Bunday bo'ladi. Mana jam balandlik 4 mi? Ya'ni 4 kare 2 taqsim 2 dan 2 ta. Orqa tomonida ham bor. Bizga ko'rib turgan shakl haqida so'ralyapti. Va yon safda mana bu yer bor, uni ham orqa tomonida bor. Ya'ni qo'shilgan 3 ilzosda 17 dan 2 ta degan. Xo'p, ikkilar ketdi. 8 qo'shilgan 6 ilzosda 17 bo'lyaptimi?